Telefon qilganinglarni o'ziga mana shunaqangi sovg'alar. Men sizlarga javob beraman bu temada. Assalomu alaykum aziz go'zal opa singillarim. Ayniqsa men ayollar uchun bu narsani tavsiya qilaman. Bilasizlar, meni eng sevgan kompaniya Rabaklin. Mana plisoslar to'rda, ya'ni eng dodasi deyshadi, nomeradini Rabaklin. Yana biza mana oldik yangi. Chunki haqiqatda xizmatni zo'rini qiladi. Rahim ham kelib ketadi bir xil payt. Gap yo'q, buni 10 ta funksiyasi bor. Divan kreslolarni ham kelinlarim shunaqa chiroyli qilib anaqa yuvishadi. Har taraflama haqiqatan gap bo'lishi mumkin emas. Bu kechqurun yoqib qo'yib, nima hitlardan qo'yib qo'yib, shuni nima qilsangiz havolani shunaqa tozalovchi nimalargacha egadi. O'shaning uchun men bitta narsani sizlarga aytib qo'ymoqchiman, hurmatli kelinlarimiz, qizlarimiz, opa singillarimiz. Rabaklinga yetadigani yo'q. Uni hamma o'zi yaxshi biladi. Shunaqa zo'r vazn qaranglar. Meni nomimdan chiqsanglar, prosta telefon qilsanglar ham Dilfuza opa nomidan. Telefon qilganinglarni o'ziga mana shunaqangi sovg'alar. Men sizlarga javob beraman bu temada. Keyin yana agar olsanglar $100 ortiq sizlarga sovg'ani ham berishadi. O'zimga ham berishdi. Rabaklin deb o'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman, azizlarim.